Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugun ham 9 etajdamiz. Hozir. Yana toza tovar gapdi yana. Nima degan tovar? Bular siling. Assalomu alaykum. Silinglarimiz keldi. Yana har xil setkalari bor. Bahosi siling paprilla. Narxi necha narxi? Metri 25 ming so'mdan silinglar. Hozir keldimi bu? Hozir shu. 2 metr 25. Yana buni ko'ring. Silinglar. Yana İbone mübarek. yana necha bo'ladi buni? Yana bir 60 bo'ladi. Mübarek alıp düşün. Ben setkalarni tanlang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Anorlilari, shoylilar 2 metr 25 ming so'mdan. Ochib ko'rsating shuni. Ochib ko'rsatamiz. Hozir keldi azizlar. Mana hammasi yangi. Dumzo'r. Moda bo'pti bular. Tandirdan hozir chiqqan deyman. Issiqqina yeb olinglar. Issiqqina, ova. Tezda kelib olaveramiz. 2 metr 25 ming so'mdan. Ishi shoyi sevitiramizmi? Anorlilari bor, har xil rasvetkalar. Shoylilaridan ham bitta ochildi. Ova. Молодец. Qay yangiliklar, nov yangiliklar yaratib beralik yana. Sizlarlar. Keyingi jumaga keladi. Odam ko'p berdi Har xil azizlar. rasvetkalari. Bermaydilar. Xohlasa shoylarimiz bor. Yine bu dumzo'r ekan, yine bu seviti. Ochililari bor. Mana buni ham ko'ring. Osmonda uchib ketib turibmi? Qaratsiz. Va biz Ishi dumzo'r ekan. mana shu ham chiroyli. Yana skidga tushgan tovarlarni gunda ko'rsatib turibdilar. Hamma narsamiz skidga bahosida bo'lib turibdi opalar. Mana har xil rasvetkalari bor, kelaverasizlar 12,5 dan tanlab olinglar. Siling paplilarimiz 12,5 ming so'm. Satillarimiz 7,5 ming so'mga. Oho, yine 7,5 ga tushdi. 7,5 ga tushdi. Yana 1,60lik satillar. Hobala 35 ming so'm, xamilyonlar 35 ming so'mdan. 31. Do'yin originallarimiz 15 ming so'mdan. Bu yoqda do'yinlarimiz 12,5 ming so'mdan skidkaga tushgan bahosi. Mana ular 10 ming so'mdan. O'shada tanlab olasiz o'sha 3D gacha. Shular hammasi 10 mingga tushdi azizlar. Ishorda taxminan bir 1000 dona bor deng rulon. O'shagacha xudo xolasa 10 ming so'm. Ha, 1000 dona rulon 10 ming so'm. 2,5 ming so'mlik 3D'larimiz. Shifonlar bitta ko'rsa. Bular 12,5lik. Bular nechini bular bombaqlar? Bombaqlarimiz 30 ming, jonlar markizalar 17,5 ming so'mdan. Mana markizalarimiz. Bular nechini bular? Bular 20 ming so'mdan. 20 ming so'mdan ko'proqlar. Yana bu shifonga 3D'larimiz yetib keldi. Oho. 7,5 ming so'm. Yine shifonlar. 2 metr 15 ming so'mdan. Mana shu yerda tanlab olgan shifonlaringiz. Bular 3D shifon deyiladi. Yana 3D bosilgan. Gulini ko'ring, ajoyib. Qo'shira ekan, Yana buni ko'ring. Bu skidga bo'lmaymi? Skidga bahosi o'zi 10 ming so'mlik shifonlar. Yana 10 ming so'm. 7,5 ming so'mdan bunaqa shifon topa olmaysiz. 7,5 bo'pti, 7,5 azizlar. 2 metr 15 ming so'mdan shifon yo'q azizlar. 2 metr 2 15 metr ekan. 15 ming so'mdan. Bu zo'rlik Azizlar mana. tanlab olasizlar. Mana shu yerda shifonlar hammasi 2 metr 15 ming so'mdan. Keyin bizda bir topilma bor. Oho, yenami? Kartasini aytmaymiz. Jumaniyoz va Narjon opa kartasini yo'qotib qo'yibdi, mestamizda qolib ketibdi. Kelib egasi kartasini olib ketdi. Azizlar kelaverasizlar, xudo xolasa yangilikdan topayotganimiz yo'q. Shifonlarimiz, silinglarimiz yangi toza keldi. Xudo xolasa yana kelaveradi. Azizlar, davom etinglar, like'larni bosib, podpiska bo'lib, video tashab turing, yangilik videolarni bo'lsa. zo'rlanib tashlaymiz. Xudo xolasa. Skidkalarni. Keyin yana bir narsa, Muhammad Rasul. Kim ko'proq tovar rulon oladigan bo'lsa, nesini tovarini tashab boring bizlara. Olgan Avan. narsalarni. Yine uzatyapmiz, keyingi odamlarga plyusi. Bo'ladi. Esa bo'ladi, ishlaringiz omad. Azizlar, yine hamma shu yerda. Toza tovar geldi. Hamma shu yerda. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Qayerdan keldingiz? Xivadanmi? Молодец. Yine Xivaladingizmi, Shavatladingizmi, Gurlalladingizmi? Hamma shu yerda kelaverasizlar. Skidkali tovarni olib qolinglar.